بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن الله سبحانه وتعالى مشو لعلكم تتقون degan oyatdagi taqvodorlik energiyasini o'zimizda to'liqlab, o'zimiz haqiqiy özümüzün hayatida ve ailemizde ve cemiyetimizde özgertiş payda kılalaydigan ve özgüralaydigan muş bir aylık Ramazan bilen biz to'g'ri özgürep Allah razı bulduğun bir insan bölümen deydikenmiz. Yana tövendeki bir qançılığan süpetlerini özümüzde hazırlaşımız gerek. Andın biz Ramazan'dan to'g'ri payda algan bo'lamiz. Bu süpetlerine kiriştin burun. Şunu bilişimiz gerek ki dinsizler bizni hazırkıdak devrede 6 aylık, 1 yıllık, 3 yıllık, 10 yıllık mecburi cezalap bizni özgertiş için tirişkan şu tirişçallığı bizge eğer biz Allah Subhanahu ve Taala'nın hidayetine sığsak bulup mu meyli chet elde bulaylı, meyli vatanda bulaylı mana şu Ramazan iydek Allah bizge rahmet kılıp çürgen aylardan to'g'ri paydalanıp bunu ötkünçü bo'lgan bir adetke aylandırıp almasdan Allah Taala bizge çürgen bir merhametlik terbiye mektebi, bir medresxana, bir özgürüş ve özgertiş inkılabı devre uygunuş bir vakti dep bilsek biz çokum dinsizler ya kapırlar ya ki her kandak bir şeytanlar ya ki her kandak bir azdırgışı izit kula bizni azdırmakçı bo'lgan bizni to'g'ri yo'ldan ayırmakçı bo'lgan şu maqsadlarga yetolmaydi. Çünkü bizning arkamızda kim var? Allah var. Allahu veliyyullezine amanu. Allah iman etgan adamlarning igisi. Eğer ular Allah Taalaga haqiqiy esilsa Allah iman etgan adamlarga igi bo'ladi. Shuning uchun biz mushu Ramazonimizdan cho'qim paydalanib Allah Taalaga yaqinlik qilsak, Allah Subhanahu va Taolaning hidoyati uchun turib Ramazon oyida biz Ramazon oyiga kelsam Ramazon oyining chiqib ketishi bilan dindan chiqib ketadigan yoki dindan yiroqlashib ketadigan bunda atalmış Müslümanlık ko'rinishli ko'rinadigan ishdan yiroqlashib Ramazon oyida niyatimiz ve tushunchamiz bilan ve e'tiqodimiz bilan Allah Taolaga xolis ro'z tutganimizdek Ramazon oyidan kela Ramazon oyi kelib bo'lguncha Allah Taolaga ushishib bo'lguncha haqiqiy ro'za tutib ya'ni iddimizni Allohga xolis qilib fikrimizni Allah Taala xolis qilib, tushunchamizni Allah Taala xolis qilib, ibodatimizni Allah Taala xolis qilsak, biz ana shu vaqtda haqiqiy musulmon bo'la olamiz. Bizning hozir qadar mag'lubiyatga, ojizlikka yo'liqib qolishimizga asos sabab Ramazon oyida yoki ma'lum ibodat vaqtlarida islom darvosidan putimizni ilib kirib qo'yib, shu ay shu vaqtning chiqib ketishi bilan biz dindan yiroqlashib ketganlikning xabarqidan bo'lgan. Shuning uchun Allah Subhanahu va Taala Qur'oni Karim deganki: "A'uzu billah. Bismillah. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatih va la tamutunna illa va antum muslimun." Ey iman etgan odamlar, Allah Subhanahu va Taoladan haq qo'rqinglar. Allah Subhanahu va Taoladan qo'rqishning loyiqini qo'rqinglar. Ya'ni Allah Subhanahu va Taoladan har qanday bir canlıq, cansız narsenin ilahi Allah, kuşluklarının ilahi mi Allah, kuşsuzlarının ilahi mi Allah, hem kudret Allah'ın kuruda dep korkunlar. Bire devletinin padişası, bire şehirinin padişası, bire zoravalladın korkandak emez. Hem narsenin igisi, Malik Yevmiddin, kıyamet gününün igisi, hem kahhar, galip, adil, rezzak, intikam alalaydı. Kun peyakun bulduysa bir işini derhal özgertip her kandak kafası kıvatalaydı. Fa'alul lima yurid üz iradıkını derhal kılaydıgan uluq Allah dep mundak işiningla. İkincisi ve la temutunna illa ve entum muslimun. Sizler
davomliq Allah subhanahu va taologa taslim bo'lgan, Allah subhanahu va taologa ishongan, Allah subhanahu va taologa ibodat qilgan, Allah subhanahu va taoloning buyruq farmonlarini ijro qilib, to'sqanligidan yangan, Allah taologa qulchilik qilganliklarini oshkor qilgan holatda o'linglar, obat bo'linglar. Siz dinda o'lib bo'g'i chingtiringlar degan mana shu mazmunda Allah bizga bu oyatni tushirgan qarindoshlarimiz. Shuning uchun bizning bu dinni, bizning to'g'ri bo'lgan haq da'voyimizni, bizning Allah subhanahu va taolo rozi bo'lgan ishlarni va taklifotlarni qilishimizga bo'lgan har bir tirishchanligimizning hammasi faqat Allah oldida jannatda Payg'ambar alayhisalom bilan birga uchish bo'lg'icha, Pusrat tavrikidan o'tib, Havz Kavsar oldida Havz Kavsardan ishib bo'lg'icha davom etadi bir tuqqanlarimiz. Biz bir kunlik tijoratning natijasini kech bo'lganda olgandak, davlat bankalarining natijasini kech bo'lganda olgandak, maoshining natijasini kech bo'lganda olgandak, bu dunyoda bugun qilgan ishimizning natijasini kech bo'lganda elish emas, bizning birinchi maqsadimiz oxiratda Allohning oldida elish. Shuning uchun bir tuqqanlarimiz oxiratda Allohning oldida natijani olamiz deydiganmiz, biz bu dunyoda Alloh taolo oldiga berib bo'lg'icha o'zimizning barliq Allah bizga topshirgan vazifalarni ching turishimiz, to'g'ri bo'lgan haq taraflarni ching turishimiz, mas'uliyatimizni ado qilishda ching turishimiz lozim. Biz Ramazon oyi chiqib ketsa-mu, Allah subhanahu va taoloning bizga bergan hayotida yashaymiz. Allah bizga bergan zaminda yashaymiz. Allah bizga bergan umrda yashaymiz. Allah bizga bergan ne'mat ichida yashaymiz bir tuqqanlarimiz. Allah Qur'oni Karim deganki, sizlar Allohning ne'matlarini sanab baqsanglar, sanab to'xtab bo'lmaysiz degan. Her bir Ramazan oyiga men ro'za tutdim deb kirgan musulmonning hammasi Allohga ishongan musulmon. Payg'ambar yo'lida mangdim degan musulmon. Shundoq bo'lgan ekan, Ramazon chiqayotgandan keyin bu dindan chiqib ketmasdan, balki Allohning oldiga ushib bo'lg'uchilik bu dinimizda, ibodatimizda haqda mustahkam turishda ching turishimiz bizning mana shu Ramazondan olgan haqiqiy foydamiz bo'ladi. Shunga Alloh taolo la'allakum tattaqun, sizlar mushu Ramazonni sizlar tutishinglardagi asosiy maqsad sizlar taqvodor bo'lish, mushu Ramazondan sizlar Allohdan qo'rqishni o'rganish deb la'allakum tattaqun degan. Unda bo'lgan vaqtda biz mushu Ramazondan oladigan yana boshqa foydalar Ramazonda ro'za tutish orqali Allah subhanahu va taolo qashiga hammamiz qaytib keldik. Qaytib kelgan ekanmiz, mushu qaytib kelganligimiz, mushu pushaymonimiz va mushu Alloh taologa o'zimizning muhabbatini oshkor qilib, Allohni yaxshi ko'rganligimiz va boshqa shaytonlar, dinsizlar, kofir Xitoylar va har qanday Alloh taologa dushmanlashuvchi kofirlarni, mushrik va butparastlarni, Yahud xristianlarni o'chkirib Allohni Yahud xaraslik dinlarini o'chkirib Allohni yaxshi ko'rganlikning hammasi mana shu haqiqiy biz Ramazondan olgan foyda. Buni islom dinida nima deb ataydi? Tövbe deb ataydi. Alloh tarafga qaytib kelgan haqiqiy tövbe, pushaymon deb ataydi. Shuning uchun Alloh taolo deyki, "Innalloha yuhibbut-tawwabina va yuhibbul-muttahhirin." Hakikaten Allah yaxshi ko'radi pushaymon qilib qaytib kelganlarni va yaxshi ko'radi o'zining qalbini, hayotini, jamiyatini poklig'uvchilarni dedi. Bir musulmonning Alloh taologa ishonib, bir Allohdan boshqa yo'q degan e'tiqodni qilib, islom darvosidan kirib, Muhammad alayhisalom Allohning elchisi, men Muhammad alayhisalom degan barliq ishlarni qilaman degan e'tiqod bilan Alloh taologa bo'lgan ishonchisi komil bo'lgandan keyin bu iymonni to'liqlash uchun ketadigan umri, hayoti nima bo'ladi desa, qalbini, ruhini, hayotini har qanday yomonlikdan, har qanday ozg'unlikdan, har qanday munofiqlik, xoinlik, fosiqlikdan paklash bo'ladi bir tuqqanlarimiz. Mana shu umrimizning qolgan qismini o'zimizning e'tiqodini, axloqini, kishilar bilan bo'lgan, musulmonlar bilan bo'lgan muomalamizni
haqiqiy to'g'ri qilib, jamiyatimizni, dunyoni shirk, kufri, bid'at, ozg'unlik, tajovuzlikdan pokday olsak, mana biz iymonni to'liqlagan Allohning muhabbatiga erishganlardan bo'lamiz, bir tuqqanlarimiz. Yine Allah Teala diyor ki: "Ve tubu ilallahi cemi'an eyyuhel mu'minun la'allakum tuflihun." Sizlar hammanglar Allah Teala tarafiga qaytib kelinglar. Cemi'an dedi. Cemaat bulup, topluşup, umumizlik, özanglar, ailanglar, bir tuqquninglar, guruhinglar, cemaatinglar, her türlü partiyanglar, devletinglar, hammasi Allah'ın kulu bo'lgan ekan, hammanglar Allah tarafga qaytib kelinglar. Acep hayran qalamiz, hammanglar hayran qalyapsizlar-ku. Hammamiz ro'z tutqanda bir zo'rlik bilan, ro'zimiz bir iftorlik bilan iftor qilamiz. Lekin Ramazon chiqayotgan hamallam hammamiz guruhlarga bo'linib, her türlü dinsiz kafirlarning rizqlari bilan o'zaro bo'lansak, Allah tarafga haq qaytqanlardan bo'lmaymiz qarindoshlarimiz. Her qandaq bir cemaat qaysi davlatda bo'laydi, Allah tarafga qaytib kelaydi. Allah subhanahu va taolaga guruhimiz bilan, cemaatimiz bilan, oilamiz bilan, balavoqi urut qalbimiz bilan qaytib kelaydi. Ramazon iyi chiqib ketsa, biz kimning ilkida yashaymiz? Allohning ilkida yashaymiz. Shunda qilsak, qandaq bo'ladi? Alloh deyki: "La'allakum tuflihun." Sizlar nijotlikqa erishsizlar. Shunda qilsanglar, nijotlikni topa olgan bo'lsizlar, dedi. Payg'ambar alayhisalom deganki: "Ya ayyuhan nas, tubu ilallohi vastaghfiruhu fa inni atubu ilalloh va astaghfiruhu fi kulli yawmin 100 marra." İnsanlar Allah tarafga qaytib kelinglar. Chunki sizlar nereden kelgan? Inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hammamiz, haqiqatan biz ham bilan Allah Taola'nın quli, Allah tarafga kelib boramiz. Unda bo'lgandan Allohning oldiga Allah bizni yaxshi ko'rgan, biz Allohni yaxshi ko'rgan, bundaq holatda borolmaydigan bir yomonlikdan Allah saqlasinki, Allah'ın aldığı hamını beraber bo'lgandan Allah Taola'mı bizni yaxshi ko'radigan, bizni suydigan, bizmi Allohni yaxshi ko'radigan va Allohni rozi qildiganlar qatori bo'lib berishimiz kerak. Shunga Allah Taolo Qur'oni Karimda radiyallohu anhu va radu anhu, radiyallohu anhum va radu anhu. Allah ulardan rozi bo'ldi, ularmi Allohdan rozi bo'ldi. Mana shundaq Allah ulardan rozi bo'lish, ulumi Allohdan rozi bo'lish Parvardigardan qo'rqqan kishilarga bo'ladi, dedi. Shuning uchun bir tuqqanlarimiz, biz Allohning oldiga hamini borgan ekanmiz, Allah bizni yaxshi ko'rgan holatda Allohning oldiga borayli. Payg'ambar ham mana bu hadisda, nima dedi? Allah tarafga qaytib kiringlar, Allah Taoladan kechirim talab qilinglar, istig'for aytinglar. Haqiqatan men Allah tarafga qaytib kelaman, pushaymon qilaman, Allah Taoladan har kuni 100 qatim kechirim talab qilaman, dedi. Buning ma'nosi nima? 100 qatim Allah subhanahu wa ta'ala oldida o'zimni Allah subhanahu wa ta'ala oldida to'g'ri ham ishni to'liq ado qilib bo'lmagan his qilib o'zimni to'g'ri sanab Allah Taolo oldida kechirim so'rayman, pushaymon qilma degan bo'ladi. Ham istig'for aytma degan bo'ladi. Bir adam 100 qatim kunda men mush ishni qilmasam bo'ladi ekan. Mush Allah Taolaga yaxshilik, Allohga yaqinlik qilsam bo'ladi ekan deb 100 qatim o'ziga pushaymon qo'ydigan bo'lsa, hargiz u yana bir ishni qilmaydi. Buning ma'nosi astag'firullah deb og'iz deb qo'yganlik emas, balki Alloh Taolodan kechirim talab qilaman deganning ma'nosi qalbimda, ruhimda, vujudimda ham amiyatimda Alloh Taolo tarafga pushaymon qilib yenib kelaman. Allah, ey Allah, men o'zimdan kechirim so'rab qilaman. Ey Allah, o'zim tarafga pushaymon qilib tövbe qilaman deb o'zimni Alloh Taolo oldida to'g'ri sanayman degan bo'ladi. Qarindoshlarimiz, har bir odam kunida 100 qatim Alloh Taolodan kechirim talab qilib, o'zining har qanday ojizligiga pushaymon qiladi ekan, u ikkinchilab xato ishni qilmaydi qarindoshlarimiz. Bir ishni men qilmaydim, bu ishni qilmasam bo'ladi ekan deb bunimiz desak, ikkinchi qilmaymiz-ku. Shuning uchun biz haqqa tövbe qilaylik, haqqa pushaymon qilaylik.
Peygamber aleyhissalatu vesselam'ni do'raydi, Peygamber aleyhisselam'ning umidini bo'laydi. Biz o'zimizda yetishtiradigan yana bir sifatdan birisi, biz Muşu Ramazan'dan haqiqiy foyda olamiz va foyda oldik deydiganmiz, o'zimizda yetishtiradigan eng güzel, eng muhim boylik va kuch-quvvat shuki, Allah subhanahu va taologa yerinish, Allah subhanahu va taolodan tilash, Allah subhanahu va taologa duo qilish qarindoshlarimiz. Biz Ramazan orqali Allah taologa duo qilishga, Allah subhanahu va taologa yerinishga, Allah subhanahu va taolodan tilashga, o'zimizda bir kuch-quvvat, bir o'zgarish hosil qilishimiz kerak. Allah'tan tilagan bo'lsak, haqiqiy kuchli bizning katta ilohimiz bo'lgan shirk yo'q Allohdan igimizdan so'rgan bo'lamiz. Chunki osmon va zaminning va barliq narsaning egisi u Allah. Allah qanchalikim bersa, Allohning mulki kamlab ketmaydi. Qanchalikim Allah subhanahu va taolo din bir narsa tilasak, Allah subhanahu va taolo shuncha berishga qodirdir. Ramazon oyida iftar vaqtida duo qilamiz. Tarohida duo qilamiz. Qadr kechida duo qilamiz. Mushu duolarning hammasi bizni nima yetaklaydi? Kelgisi 11 oyda hatta Allohning oldiga bir bo'g'icha Allah taolodan duo, Allah taolodan tilash. Hech qanday narsani Allohga shirik keltirmaslik, Allah taologa yalvurush, Allohning oldida biz ojiz bir qul ekanligimizni bizga uqtirdigan bir haqiqatimiz yutdi. Shunga Allah Qur'oni Karim deydiki: "Estaizu billah, iyyaka na'budu va iyyaka nestaîn." Sana, ya'ni bizni ko'rib turadigan ulug' Allohga, oldimizda naq bizni ko'rib turadigan ulug' Allohga biz ibodat qilamiz. Qulchilik qilamiz, e'tiqod qilamiz. Har qanday kishilar, dunyodagi ozg'un kishilar, cho'qinayotgan barliq kishilar, cho'qindiq deb qarayotgan butlar, haykallar, mazo mashayixlar yoki İsa aleyhisselamni iloh deb turganlar yoki Azarni bo'lsin, har qanday bir narsani, mayli xristianlar e'tiqod qilgan e'tiqod bo'lsin, mayli yahudlar e'tiqod qilgan e'tiqod bo'lsin, Allohning subhanallah qizlari va o'g'illari va yoki ayoli va deb Allohga bo'xton qilgan har qanday bo'xtonchilar bo'lsin, bularning qilgan e'tiqodidan biz pak holatda har qanday bir insonni o'ziga iloh qilib, fir'aun kafir zolimlarni o'zining ilohiy o'rnida ko'rgan insonlardanmi biz Allah taoloni pak deb e'tiqod qilib, sog'lom ibodat qilamiz ey Alloh. Va iyyaka nestaîn, sendan yordam talab qilamiz, sana duo qilib, sendan yordam so'raymiz ey Alloh. Deb mana bu sura Fatihada har qitim o'qiganimizda mush iyyaka na'budu va iyyaka nestaînni og'zimizdan chiqaramiz qarindoshlarimiz. Unda bo'lgan ekan biz Ramazon chiqayotgan 11 oydima Alloh taologa qattiq yoldirishimiz kerak. Chunki biz hem dünya musulmonlari eng qattiq musibatda turibmiz. Eng qattiq aziyat turibmiz. Bizni faqat Allah qutuduraydi bir tuqqanlarimiz. Shuning uchun Allah subhanahu va taolo rozi bo'ladigan yaxshi amallarni qilish bilan birga tirishchilik qilib o'zimizni Allah roziligiga erishadigan yaxshi sifatlarga layoqatli qilish bilan birga chin qalbimiz bilan Allah subhanahu va taologa duo qilishimiz kerak. Ham shundaqla Allohning qalbisiga ilishkidek yaxshi ishlarni qilish bilan birga Allah subhanahu va taolodan yordam so'rashimiz kerak. Şu Allah Teala dedi ki: "Ve qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Senin Parvardigarınla Allah dedi ki: "Bana dua qilinglar, sizlarga ijobat qilaman." O'ylab bakın qarindoshlarimiz, Allah bana dua qilinglar deb buyruq qildi. Dua qilishni bizning Allohga dua qilishimizni Allah farz qildi bu yerda. Shuning uchun biz Allah Taolaga xolis yurak, halal yeb ishgan, halaldan o'sgan badan qurilish, shirk bid'atdan xoli aqida barpo qilish bilan la Allah Taala xolis duo qilamiskan, Allah Taala bizning talab qilgan yaxshi ishni qilgan bo'lamiz. Duo qilishning o'zi ibodat.
Yine Allah Teala dedi ki, senin perverdigarına dedi, bana dua kılınlar. Bana dua kılınlar, ben sizlerge duayınlarını icabet kılman. Bana ibadet kılıştın özün çoğun tutkan adamlar cehennemge har bulup girdi. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ ibadeti سَيَدْخُلُونَ cehenneme dâhilin deydi. Yani Allah dua kılıştın başlatkan insanlarını bana çok konuş, bana ibadet kılıştın başlatkan deydi. Şuna biz Allah Subhanahu ve Taala'dan kanı rızık dileydi. Allah Subhanahu ve Taala'dan yurtumuz Türkistan'ın yıkındı fethi buluşunu dileydi. Müslümanlarımızın turmuladın kutuluşunu dileydi. Ata-ana urutukallarımızın biçare kıyındaşlarımızın bəxtlik buluşunu dileydi. Çet eldeki barlık Uygur Müslüman kıyındaşlarımızın birleşini, doğru boğan hakikatki kaytıp girişini özara birbirinden düşmanlaşmasın Allah'ın düşmanlarına karşı doğru boğan Kur'an hadis nur hidayeti ki doğruluk kaytıp girişini dileydi. Hak dava kaytıp girişini dileydi. Kelgüsü avladımızın doğru boğan yaramlık Müslüman ümmeti Müslümanlar cemaatidin yaramlık kişilerden yaramlık halis Müslümanlardan buluşuğa Allah Subhanahu ve Taala'dan tileyli Allah Taala'ya dua kılaydı. Şunun için Peygamber Aleyhisselam dedi ki bir adam Allah Subhanahu ve Taala'dan sorumsa Allah Subhanahu ve Taala o adamga gazap kıldı dedi. Yine Peygamber Aleyhisselam diyen ki hakikaten dua çüp boğan işlağımı paydı vurdu. Düşmegen işlağımı paydı vurdu. Allah'ın baydıları Allah'a dua kılışını istanla Allah'a dua kılışını çıntırınlar dedi. Demek nima dese biz Allah Subhanahu ve Taala'ya dua kılsak hazırki çüp boğan musibetlerimiz mi kötülüp gidiyor. Bizden harlık, acizliğimiz kötülüp gidiyor. Allah bizge güç kuvvet yardım berdi. Her bir insanın, her bir Müslümanın kalbini Allah başkırıp durdu. Endi muşu duanın icabet buluşunun şartlarından birisi halis buluş bolsa, yeni birisi dua kılgan adam halal yiyiş gerek. Peygamber Aleyhisselam diyen ki bir adam Allah Subhanahu ve Taala'dan tileydi. O adamın yiyişi haram, kiyişi haram, onun qanday icabet kılındı degan. Şuna biz duayımız icabet bolsun desek, kıyındaşlarımız halal kasbga ahamiyet bereyli. Biz özümüz cüşkun boğan, kasbchan boğan, tirişchan boğan bir Müslümanlarga aylanaylı. Her qandaq turga yerimizde halal kasbga ahamiyet bereyli. Halal turmuş ahamiyet bereyli. Dünyada Afrika kıtasidagi xalqlarni namrat qaldı, aç qaldı, aciz qaldı deydi. To'g'ri. Nurg'un odamlar aç qilib o'layotganligi to'g'ri. Bizning Uyg'ur musulmonlarimiz qarab boqayli. Ularning ahvoli uludun natchasi ig'ir qarindoshlarimiz. Uludun Afrika insonlaridan 5-6, 7-8, 15 odam bazı aç qilib ölüp ketgandek ahval bo'g'ini bilan qolganlari erkin. Dünya onun aç qolganligini biladi, ularga yordam qiladi. Allah ham ularga yordam qiladi. Bizning Uyg'ur musulmonlarimizni aç qolganlarini kafirlar 500 koy, 1000 koy, 2000 koylik pulga setib olib özümüzün adamlarına selip birisi-birimizni tutquli, soluquli, o'ltirgili, dindin, İslamiyetinden, özünün asli bo'lgan to'g'ri haqiqati va madaniyatidan, Allah'a bo'lgan aloqasidan, özünün hatta kimligidan ayrilmayapti. Uningdanmi qattiq ajayishlik, uningdanmi qattiq qo'shiliq, uningdanmi qattiq xorlik bilan dunyoda. Hatta ki bu yamanlıklarını chet ellargacha dinsizlar her xil yamanlıklarını planlab chiqib chet ellargacha tartadi. Müslümanların
acizlerini azgını pulu gollaş arqılıq xiyanat qılğılı, münafıqlıq qılğılı sırvatıb pöratmamdı. Mana bunun hemmisini bildirdi. Bizning musulmonlarimiz, bulupmu Uygur musulmonlari dünyada en hazırki devrede en aç kalgan, en aciz kalgan bir halatı ketip atmamdı. Şunun için bir tuqqanlarımız biz çokum kesipke tirişçilik qilishimiz kerak. Biz Müslüman Uygur musulmonlarimizning turmushini, iqtisodini her bir bo'lgan qiyinchiligini hal qilishga va ularni eng yaqin bo'lgan kufrning qo'lidan Allohning yordami bilan quldirishga tirishchilik qilishimiz kerak. Va bu Ramazan orqali biz erishadigan yaxshi natijalarning birisi her qandaq bir davlat va jamiyat va bir vaziyat yaşayan insanların bir kanunisi, bir ularning yo'l ko'rsatkichi, bir programma, bir loyihasi bo'ladi. Buningki kishilarning mi bo'lgan? Unda bo'lgandan keyin bizning qonunimiz, ko'rsatmamiz, programmamiz qaysi? U bo'lsa-mu Qur'on bilan hadis bir tuqqanlarimiz. Ramazon orqali biz mayli qori bo'layli, mayli olim bo'layli, mayli oddiy bir musulmon bo'layli, ya ziyoli bo'layli, ya qandaq jamiyat yashagan bir inson, ayol bo'layli, Ramazonga kirish orqali Qur'onning boshdan oyoq bir oy o'qilishini anglaymiz. Qarimlarimiz bir oy o'qib bo'ldim degandan keyin bu ajrni olganligi to'g'ri. Har bir odam bu Qur'onni anglab ajrini oldi. Lekin mushu bir oydan keyin mushu Qur'oni Karimga amal qilish orqali Qur'oni Karimning her bir Allah bizga tushirgan buyruqlari va chekkan to'sqan cheklimlarini kilayli Ramazon kap bo'g'icha ijro qildimmi, qilmadimmi? Buni o'zimizdan so'rab chiqishimiz kerak. Biz Qur'oni Karimni bizning hayotimizda amallashgan bir amaliy bo'lgan faoliyat va amaliy bo'lgan ijroiyatga va jamiyatda bu amaliy bo'lgan ijroiyatga ilib birishga tirishchilik qilishimiz kerak. Biz Qur'oni Karimga o'zimiz ishongan va o'zimiz amal qilgan va o'zimiz hayotimizni tatbiq qilgan inson bo'la olsak, Qur'oni Karim jamiyatda o'z rolini joriy qilgan bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Atamuruna-n-nasa bil-birri va tansawna anfusakum va antum tatlunal kitab. Afala taqilun. Sizlar kishilarni yaxshilikqa buyuramsizlar. O'zinglarni unutib qolamsizlar. Sizlar o'qimamsizlar deydi. Va halbuki sizlar Allohning kitobini o'qiyotsa deydi. Demak, bu Yahud Xristianlarning Allohning kitobini o'qib turib amal qilmaganlik to'g'riliq kelgan oyat bo'lsa-mu, bizga ogohlantirish. Allohning kitobini o'qigan ekanmiz, o'qigan har bir kishi, har bir shaxs mush oyatlarga amal qilish va mush oyatlarni ijro qilish lozim. Peygamber Aleyhisselam degan ki, hakikaten Allah bu Qur'oni Karim bilan nurg'un qavmlarning martabasini dunyo oxirat yuqori ko'tardi va nurg'un kishilarni mush Qur'oni Karim bilan har qiladi. Ya'ni Qur'oni Karimga amal qilmaganlik tufaylidan bu dunyoda har bo'ladi, qulluq hollikdan qutlanmaydi, oxiratda Allohning azobi duchor bo'ladi degan. Shuning uchun qarindoshlarimiz, biz mush Qur'oni Karimni Ramazonda ham o'qib tashlatmasdan, balki bu Qur'oni Karimga Ramazon chiqib ketgandan keyin bu amal qilishimiz, o'g'itishimiz, atrofga tarqitishimiz, Qur'oni Karimni insonlar hayotidagi tatbiqlangan amali Alloh taolaning bir gavhar, bir kitobi sifatida amallashtirishimiz kerak. Gavhar yotadi. Sayda tonumasa nima foyda degandek, Allohning usti Qur'oni Karim bizning o'ylarimizda har bir makonda turadi, lekin qarinlarimizning ko'ngillari turadi, lekin hayotlik tatbiqlash va amal qilish nayt kam bo'ladi bir tuqqanlarimiz. Shuni o'xshashdan Payg'ambar alayhisolamning hadisi. Payg'ambar alayhisolam men sizlarga ikki narsani qo'yib ketdim. Shuning uchun asl sanglar azmayishlar degan. Birincisi Allohning kitobi, ikkinchisi Payg'ambar alayhisolamning sunnati, ya'ni Payg'ambar alayhisolamning hayoti, sirati, tarixi, amaliyati. Nurg'un qarindoshlarimiz var. Muhammad alayhisolamning ismini biladi. Allah bir, onun şirik yok. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisi degan so'zni og'zidan chiqarib deylaydi.
Lekin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ның itiqadını, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ның ki ibaretini, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ның ahlakını, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ның muamelesini, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ның əziyyətləri sabr qilishini, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ның insaniyatı to'g'ri başlaşıq bo'lgan tirishchanligini, bunu to'g'ri, haqiqiy yusunda bilmaydi. Muhammed Aleyhisselam'ның hattoki bir kunlik turmuş hayatı aşını başlayarak tushunib, bilib ketmaydi bir tuqqaldirimiz. Şunun için her birisimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın işimiz deydikenmiz, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini, Muhammed Aleyhisselam'ın emli boğan tirişçallıktaki barlık kurbanlıklarını ügünüşümüz gerek, bilişimiz gerek. Euzubillah, kul in kuntum tuhibbunallah fettebi'uni yuhibbukumullah. Digini Muhammed, Allah'ını yaşkıra olsanlar, bana ergeçkin diyen, bana ergeçsen la silahını Allah yaşkırır diyen. Allah'ın muhabbetiga erişimiz deydikenmez. Muhammed Aleyhisselam'a geçsek burudu. Muhammed Aleyhisselam'ın akidesiga geçsek burudu. Muhammed Aleyhisselam'ın ibadetiga geçsek burudu. Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından çıkan sözü, kılgan af'ali, amelleri, Muhammed Aleyhisselam'ın sıfatları, Muhammed Aleyhisselam'ın insaniyet hayatıda berpa kılan barlık, şefkat, kuyunişini her bir ahlakıdan ügünüşümüz gerek bir tutkaldırımız. Muhammed Aleyhisselam'ı suyuşumuz gerek. Muhammed Aleyhisselam'ı haqqı yaxshi ko'rishimiz kerak. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ның ki her bir kılgan işlerini tirgishimiz kerak. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kelgen aziyetke yoki dinga kelgen aziyetke Muhammed Aleyhisselam'ның sifatlari, Muhammed Aleyhisselam'ның ahlakı, Muhammed Aleyhisselam'ның ishlik qarta kılgan başkalarının böhtanlarga daim qayıştırışımız gerek. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ның her kandak bir iş izini to'g'dat emleşishimiz gerek bu tuqqallarimiz. Yana biz mushu to'g'ri bo'lgan haqiqat ve to'g'ri bo'lgan hidayatga erishimiz deydikenmiz, Qur'oni Karimni o'zimiz, oilamiz, jamiyatdagilarga tarbiyalab, o'rgatishimiz, tashviq qilishimiz va uning izohati bo'lgan hadisni va payg'ambar alayhisolamning sunnatlarini atrofga keng yeyishimiz kerak. Qarindoshlarimiz, bizning yurtlarimizda bizning musulmon qarindoshlarimizni dinsizlashtirish, dindan ayirish iddialarını dinden hali bo'lgan bir insan qilib yoki aslini bilmaydigan yoki jamiyatni tanimaydigan bir insan qilamiz. Kimlik yo'q bir insonga aylantiramiz deb turayotgan mushundaq paytda biz ulamolar va har bir musulmon qarindoshlar va har qanday bir jamiyatda yashayotgan insonlar va musulmon bo'lib ekan hammasining vazifasi o'zimizni olim deb chaqlagan azroq Qur'ondan bir narsa biladigan ve Müslüman ümmetiga, özümüzün Uygur Müslümanlarına paylık bo'lgan dini hidayat yollarını biladigan her kandak bir Müslümanın üstüge Kur'an ve hadisini ügütüş, yeyiş, Kur'an hadis terbiyeleş bizim üstümüzde mesuliyetimiz var. Peygamber Efendimiz diyen ki hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemeh. Sıranın yaşınla Kur'an-ı Kerim'ni ügengen ve ügetken. Yine Peygamber Aleyhisselam diyen ki ikki odamga ko'ngilda ish ko'ngili bo'ldi. Birisi onunga Allah Kur'an'ni bergan, o Kur'an'ni kech kunduz atrofida qiyam turib o'qigan. Endi ayni vaqtda Kur'an'ni kech kunduz atrofida qiyam turib o'qigan bo'lsa, hozirgi vaqtda kech kunduzda Qur'oni Karimning so'zlari, hikmatlari, tafsir mazmunlarini kishilarga so'zlab bergan va payg'ambar alayhisolamning hadis sunnatlarini kishilarga so'zlab bergan kishi mushunga yaqin bo'ladi. Chunki ayni vaqtda Qur'oni Karimni o'qisa, uning ma'nosini boshqalar bilalaydi va Qur'oni Karimni o'qigan kishi mushunga yaqin bo'ladi. Qur'oni Karimni demak atrofga mushundaq tarqatgan yoki o'qigan yo amal qilgan kishilar biz uningga mushundaq Qur'oni Karimni o'qib, tarqitib başkalarga yetkazadigan bir pürsün bo'lgan degudek bir yaxshi amal bu. İkincisi birdaniga Allah qisat berdi. O adam uni kech kunduz atrofida Allah yo'lida chiqim qilganini ko'rgan bo'lsa, menga Allah qisat bergan bo'lsa, menga Allah bergan qisatni Allah yo'lida chiqim qilgan bo'lsa deb qargan bo'lsa, mana bu to'g'ri bo'lgan hasad. To'g'ri bo'lgan ishkush. Bununla Allah ecibirdi diyen burdu. Demek biz Ramazan arkalık Kur'an-ı Kerim'ni özümüzün hayatını tatbiklaydigan, Kur'an-ı Kerim'ni dünyada nurluk çırak kılıp yoğurtadigan hakiki bir mümin buluşka tirişçilik kılışımız gerek.
Yana biz erişidigan sifatlar, biz hozirgi tegish sifatlarning birisi hamma musulmon ummati bo'lib bu Uyg'ur musulmonlari hozirgida qiyinchilikda hammamiz bir jamoat bo'lib, bir qo'l bo'lib, bir kuch bo'lib, bir musulmon ummati bo'lib shakllanishimiz kerak. Payg'ambar alayhisalom degan: "Va hum yadun ala man sivahum." O musulmonlar o'zidan boshqa kishilarga bir qo'l, bir jamoatdir. Ya'ni musulmonlar ichida bir tuqqanlikni, qarindoshlikni, bir ummat, bir islom millatligini jonlantirishimiz kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda dedi: "Auzubillah, innamal mu'minuna ikhwa." Rasululloh iymonli insonlar hammasi bir qarindosh, hammasi bir tuqqan. Ya'ni iymon ularni Alloh taologa bo'lgan e'tiqod ularni bir-biriga chatdi, bir-biriga bog'ladi dedi. Shuning uchun bir tuqqanlarimiz biz mush iymoniy qarindoshlikda mustahkam turishimiz kerak. Hammamiz hozirda tinchlikda bir ummat bo'lib tirishib o'zimizning birligini hosilashimiz kerak. Yine Allah Teala dedi ki: "İnne hazihi ummatukum ummeten vahide ve ana rabbukum fa'budun." Hakikaten bu sizlarning ummatinglar bir ummat. Men sizlarning parvardigoringlar. Sizlar menga ibodat qilinglar. Ya'ni sizlar menga qulchilik qilib, hammanglar tavhid e'tiqodi atrofiga joylashgan bir ummat bo'linglar. Yine Allah Subhanahu va taolo Qur'oni Karim deganki: "Estaizu billah. Bismillah. Allah men ansari ilallah. Nahnu ansarullah." Allah'ның yardımı, Allah'ның diniga yordam beradiganlar kim degan. Ya'ni Aysa alayhisalom havoriylardan men ansari ilallah deb so'raganida havoriylar Nahnu ansarullah, biz Allah'ның diniga yordam beradigan hamkorlashlar degan. Qarindoshlarimiz, biz bundan keyin musulmon ummati, Uyg'ur musulmonlari hammamiz bir qo'l, bir kuch bo'lib uyushimiz, o'zaro dinimizning kuchinishi, haq da'voyimizning g'alaba qozonishi, kofirlar ustidan kuch tepishimiz uchun o'zaro bir-birimizga hamkorlashish bizning mas'uliyatimiz. Yine Peygamber Aleyhisselam diyen ki Müslüman nispeten bir bedenge okşaydı. Bir bedenden bir aza ağırıp kalsa başka aza onun için kızdık gidiyor diyen. Bir tukallarımız biz Uygur Müslümanları dünya Müslümanlarının bir bölüki. Dünya Müslümanlarının mı biz Uygur Müslümanlarına hemkarlaşış mesuliyeti var. Xuddi biz Uyg'ur musulmonlarining dunyo musulmonlarga hamkorlashish mas'uliyatimiz tufaylidan biz hamkorlashayotgandek, ham bizning mas'uliyatimizmi hamkorlashib bo'lgandek, bo'libmi bizdek ojiz musulmonlarga dunyo musulmonlarining hamkorlashish mas'uliyati bor. Ham biz o'z ishimizda chet eldikilar, vatandikilar, chet eldikilarga, bo'libmi chet elga chiqqanlar kuchimiz yetguncha ma'nodan keyin vatandikilarga alohida yordam berishga tirishchilik qilishimiz, ular tatgan ig'ir bo'lgan o't, ig'ir bo'lgan cho'g', ig'ir bo'lgan xapliq ustida yashayotgan shunday holatda biz ularga eng yordam qiladigan omillarning eng yaxshisini o'ylab chiqishimiz kerak. Alloh taolo xolis duo qilishimiz kerak. Kuchimiz yetguncha iqtisodiy yordam berishimiz kerak. Biz chet elda tixmi yaxshi bo'lgan islomiy xizmatlarni qilish orqali musulmon ummatimizga foydali bo'lgan bir kuchni maydonga keltirishimiz kerak. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo dunyo va oxirat baxt saoatga erishishimiz nasib qilsin. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo mush Ramazon oyidan to'g'ri foydalanib, Ramazon oyi chiqib ketgandan keyinmi islomdan chiqib ketmaydigan, Ramazon oyi chiqib ketgandan keyinmi biz Allah razı bulduğun yaxşı ümmet bulaydigan kişilerden bo'lg'iniz qilsin. Çünkü bu Ramazan ayida Allah subhanahu va taolo bizlarga shaytonlarni bog'lab berdi. Bizni tarbiyalab olsin. O'zini o'zi tarbiyalab olsin. Haqiqiy to'g'ri bo'lgan
tushuncha va to'g'ri bo'lgan axloq va to'g'ri bo'lgan hidoyatga va to'g'ri bo'lgan haqiqiy yaxshi ishlarga, yaxshi xuy, yaxshi amallarga o'zini o'zgartirib olsin deb shaytonlarni bog'lab berdi. Mushu bir oydagi bo'lgan mushu tarbiya orqali biz kelgusi 11 oyni to'liq yaxshi oy qilib qurib chiqishga tirishchilik qilib biz Alloh subhanahu va taolaning dunyo va oxirat rahmatiga erishadigan kishilardan bo'lishga tirishchilik qilaydi. Shuning uchun Alloh Qur'oni Karim deganki, "Innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Alloh subhanahu va taolo bir qavm o'z ishidagi, o'z ko'nglidagi, o'z orasidagi yomon ishlarni, yomon iddialarni, yomon amallarni, her türlü azgınlıklarni, her türlü eskiliklerini özgertip yaxshi ishga aylandırmoqchilik Allah onu özgertip qo'ymaydi. Çünkü nima ishga o'zgartib qo'ymaydi? Allah bizga hidayet berdi, payg'ambarni verdi, Qur'onni tushirdi, hadisni verdi. Payg'ambar Aleyhisselam'ın sözü orqali bizga nurg'unlagan yaxshi ishlarni o'rgatdi. Lekin biz Allah Taala'nın payg'ambarning chaqiriqini qabul qilib o'zimizni isloh qilg'ili unamasak, u vaqtda bu o'zimizning sho'ri. Har birimizni Allah Subhanahu va taolo dunyodami, oxiratdami baxtga erishishni nasib qilsin. Amin. Allohumma inna nas'alukal khayra kullah, ajilahu va ajilah. Biz Allah Subhanahu va taolodan yaxshilikning hammasini so'raymiz. Nah yaxshilikni so'raymiz, kelgusi yaxshilikni so'raymiz. Barliq yomonliklardan panoh so'raymiz. Hozirgi qistimni panoh so'raymiz, kelgusini panoh so'raymiz. Ey ulug' Allah, o'zini chin qalbimizdan suyimiz, ham katta ulug'laymiz. O'zidan kech-kunduz har yerda haqiqiy ulug' bo'lib qo'rqimiz va qo'rqishga doim tirishchilik qilamiz. Ey mehribon ulug' Allah, bizning hayotimizda o'zidan qo'rqqan haqiqiy mu'minlik salobatni ato qilsalar. Ey mehribon ulug' Allah, hammamizni Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ni yaxshi ko'radigan, Muhammed Aleyhisselam'ning sunnatini yaxshi ko'radigan qilsalar. Qur'oni Karimni qalbimizning bahori, ruhimizning kuch-quvvati, amaliy hayotimizning uzuqi va amaliy bo'lgan axloqiga va amaliy bo'lgan hayotga aylantirib bersalar. Ey mehribon ulug' Allah, avlodimiz, oilamiz va barliq musulmonlarni dunyo va oxirat baxt saoatiga erishtirsinlar. Türkistan musulmonlarini eng yaqin bo'lgan g'albiga erishtirsinlar. Turmida yotgan va jamiyatda yashayotgan, barliq qiyinchilikni qap qilayotgan Uyg'ur musulmonlarini, dunyoning har qaysi yeridagi barliq kofirlarning zulmida qolgan barliq musulmonlarni, Falastin, Iroq, Suriya va har qaysi yeridagi barliq aziz musulmonlarni to'g'riliqqa, Qur'on, nur hidoyatga qaytarsalar va ularni dunyo oxirat baxt saoatiga erishishga nasib qilsalar. Hammamizni o'zlari dunyo va oxirat rozi bo'ladigan, yaxshi bo'lgan hayotga ega qilsalar va haqiqiy iymonga, yaxshi ibodatga va yaxshi amalga ega qilsalar. Allahumma salli ala Muhammadin va sahbihi ajmain. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azaban nar. Birahmetika ya erhamer rahimin.